muhojiratdagi bir qism Uyg'urlar va chet ellik tadqiqotchilardan tarkib topgan Uyg'ur huquq nazoratchisi nomli aql ombiri Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning quroli sifatida ishlatilgan uzun muddatli qamoq jazosi to'g'risida yangi doklad e'lon qildi. Asrdagi gunohsizlik Xitoyning uzun muddatli turmush siyosati nomli dokladda Sharq Turkistonda adolatsiz va uzun muddat qamoq jazosining Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikning eng halqiliq nuqtalaridan biri ekanligi ko'rsatildi. Yana bir tarafdan dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan adliya sistemasida ochiq-oshkor bo'lmaslik, kichik yoki mujmal ayblashlarning jinoiy qilmish sifatida qaralanishning xalqaroda ig'ir andish paydo qilganligi ko'rsatildi. 28 noyabr kuni Germaniya poytaxti Berlinda Axel Springer erkinlik fondi jamiyatining tunji navbatlik Axel Springer erkinlik mukofoti murosimi dag'dug'liq o'tkazilgan. Ko'plagan mashhur kishilik huquq faoliyatchilari, Germaniyaning davlat arboblari, axborot nashriyat sohasining xodimlari, kishilik huquq tashkilotlari va fondi jamiyatlar hamda ba'zi davlatlarning elchilari ishtirok qilgan bu hayvatlik murosimga Uyg'urlarga vakolatan Roshan Abbas, Abdulhakim Idris, g'ayur qurbonlarni taklifga binoan qatnashgan. Uyg'ur harakati tashkilotining mas'uli Roshan Abbas xonim Axel Springer erkinlik fondi maslahatchilar kengashining raisligiga tanlangan edi. Roshan Abbas xonimning bildirishicha, murosimda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning muhim siyosiy shaxslar tarafidan takror o'tirg'i qo'yilgan. Amerikaning eng talash-tortish qo'zg'agan va ta'siri kuchli tashqi ishlar ministrining biri bo'lgan Henry Kissinger 100 yoshida o'ldi. Kissinger 1973-yili 9-oydan 1977-yili 1-oygacha Prezident Richard Nixon va Gerald Ford davrida Amerika davlat ishlar kotibi bo'lgan. O yana 1969-yildan 1975-yilgacha bo'lgan oraliqda davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lgan. Bu jarayonda Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatishda rol o'ynagan. Kissinger kasbiy hayotida izchil kishilik huquqi munosabatlik tanqidlarga uchragan. Kissinger o'tgan yil mayda 100 yoshga kirgan bo'lib, 7-oyda Bejingga berib, Xitoy prezidenti Shi Jinping bilan ko'rishgan. Xalqaro pul muomala shirkati JP Morganning bosh ijroiya amaldori Jamie Dimon Amerika hukumati xolisa Xitoydan chekinadiganligini aytdi. Dimon chorshanba kuni bir yig'inda qilgan so'zida Tayvan masalasida kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan to'qinishga qarata, agar Amerika prezidenti meni Xitoydan ayrilishga qistisa, men ayrilaman dedi. Mazkur o'rin yillardan buyon Xitoyda faoliyat elib berayotgan bo'lib, mablag' selish, korxona, banka, pul to'lash va mulk boshqarish qatorliq turlarni yo'lga qo'ygan. Xitoyda sirliq o'pka yallig'i tarqalayotgan bir mezgilda Gollandiyada balalar orasida o'pka yallig'iga giribtor bo'lish nisbatining kishini andishiga soladigan darajada ko'payishi diqqatni tortdi. Gollandiya sahiya mutaxassislarining aytishicha, 8-oydan boshlab 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan balalar orasida o'pka yallig'i nisbati eshishga boshlagan. Yaqindan buyon Xitoyning shimoliy qismlarida balalar orasida sirliq o'pka yallig'i tarqalayotganligi o'ttirg'a chiqqan edi. Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin qilgan so'zida siyosiy jihatda Rossiya Ukrainadan emas, balki Kavkaz va O'rta Osiyodagi yaqin atrofdami ta'sir kuchini yo'qotyotdi. U bag'ansiri Xitoyga tayinyotdi. Har yili Moskva kelgusini Bejingga raniga qo'ydi, dedi. Germaniya prezidenti Frank-Walter 4 kunlik O'rta Sharq ziyaratining oxirgi bekitib bo'lgan Qatarda aeroplanda yarim soat saqlashga majbur bo'lganligi o'tirg'a chiqdi. Walter tunugun aeroplan bilan Doha aerodromiga qo'ndi. Ammo uni kutib oladigan Qatar amaldorlari bo'lmag'achqa
yarim soat atrofida saqlashga majbur bo'ldi. İctimai taratqularda e'lon qilingan ko'rinishlarda Walterning aeroplanning chiqish eg'izi oldida saqlab turganligini ko'rgili bo'ladi. Walterning saqlashi Qatarning Germaniyaning G'azza siyosatiga bo'lgan inkosdan bo'lishi mumkin deb qaraldi.